Kelinlik obrazi haqida albatta har bir qiz qayg'uradi. Yangi xonadonda har kuni turli obrazlarda namoyon bo'lishga harakat qiladi. Liboslardagi milliylik tashqi ko'rinishga o'zgacha go'zallik bag'ishlaydi. Soch turmagi ham unga uyg'un bo'lsa, yanada yaxshi. Kelinlarimizda mehmondorchiliklar ko'p bo'ladi. Shu sababli qizlarimiz qanday soch turmagi qilish haqida bosh qotirishadi. Hozir men sizlarga ana shunday oilaviy tadbirlar uchun mos keladigan soch turmagini ko'rsataman. Biz ayollar hattoki uy ishlari bilan mashg'ul bo'layotganimizda ham go'zal ko'rinish haqida o'ylaymiz. Soch o'rimlari esa bunday holatlarda eng yaxshi tanlov. O'rim mustahkam chiqishi uchun 3 ta muhim tavsiya foydadan xoli bo'lmaydi. Demak, birinchisi, O'rishdan oldin tekstura spreyini sepib oling. Bu mayda sochlarni yig'ib olishga yordam beradi va o'rishni yengillashtiradi. Boshida 2-3 qatorini yaxshilab zich qilib o'rib oling. Shunda sochimiz bo'shab ketmaydi va shaklini yaxshi ushlab qoladi. O'rilgan sochimizga oxirida yengilgina lak sepib, vosk bilan ishlov beramiz. kelinchaklar bahorga qiyoslanadi. Chunki ular go'zalligi va nafosati bilan ilk ko'klam manzaralarni yodga soladi. Stilistimiz yaratgan yakuniy obrazni ko'ramiz. Vaqti keldi do'stlar.